Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm obzor kanali Xazarasib Dekkan bozoridan hozir mevalaring narx-navolarini video obzor qilib yoritib o'tamiz. Bilgisini aytadigan bo'lsak, 30-iyun haftaning 2-kuni 2026-yil hozir bu yerda keçki piyoz, pomidor, şaptolu üzümlerin narx-navolarini bir yandan ko'rsatib yoritib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga chiqarib qo'yadigan yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Mehnatimiz qadrlar, video birdan like bosib, videorolikni bemalol ko'raverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Bu taraf ner desangizlar, bu yan tarafdan, arka tarafdan girib kelish, bag'atli yurtdoshlarimiz ko'p turadi bu yerda. Yana görüp para verəsilər. Pomadalar neçə so'm ekan? Assalomu alaykum. 5000 so'm ekan yana pomadalar. İri. Tamatam gitadi o'xshaydi, ha? Salat bo'ladi. Salat, ha? Kerçiler midesi neçə so'm? Midesi 2000 so'm, 3000 so'm. Bu 3000 so'm, ha? Kerçiyada arzonroq qoldi, ha? Dükkan ve arzon. Ha, toza yeşillar neçə so'm? 3'te. 3000 so'm, ha? Toza yeşillar 3000 so'm ekan. Arzon qilib ekan. Savdolarınızı versin. Bir de üzümler bor ekan. Üzümler neçə so'm? Assalomu alaykum. 10.000 so'm. 10.000 so'm ekan. Ne üzüm bu? Halaylı. Halaylı, ha? Halaylı değil. Halaylı. Bular neçədən? Kerçikeler. 3000 so'mdan. Pomadalarni neçə verdingizlər? 5000 so'm ekan. Savdolarınızı versin. Arzon ekan. Bir de chestnoklar bor ekan, ha. Chestnoklar neçə so'mdan aka? 15'ten, 20'den, 25'ten. 25'ten bu 10.000 so'm mu? 15. 15 mi? Bu 15 ekan. Şaptonlar bor. Şaptonlar neçə so'm ekan? Assalomu alaykum. 8000 so'm ekan şaptonlar. Xorazm obzor. Bulanchidan ekan ketishki şaptonlar? 8000 so'm mana. Şapton ko'payib boshlabdi. Bulancha so'm. Assalomu alaykum. 5000 so'm, ha? 5000 so'm. Enjirim chiqdi. Enjin necha so'm? 16. Ha? 16. 16.000 so'm ekan. Bu tanasi gulmi? Necha so'm bu? 7000. Bu 7000 so'm ekan. Almalar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 3 kilo so'm. 3 kilosi 10.000 so'm ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Almalar necha so'm ekan? Almalı 6.000 so'm kilosi, ha? Shaptol ne? Shaptol 7.000 so'm ekan yana. Pishdingda bu, ha? 7.000 so'm. Tüylü. Beri necha so'm ekan? Shu bax, ha? Temiz o'rmaqi? Mana, savdolarınızı bersin. Rahmat. Bulanchidan ekan? 4000 so'm ekan kilosi. Üç beresi var. Kerçiler necha so'm? Assalomu alaykum. 4000 so'm, ha? 4000 so'm. Bu kiloga mı, xoltaga mı? Kiloga, ha? Arzonroq qoldi. Necha so'm ekan shaptol? Assalomu alaykum. Şaptalı 3'ten. 3000 so'm, ha? Ya, 3000 so'm ekan shaptol. Pishgan ajoyib. Bir de zamchalar bor ekan. Zamchalar necha so'm? Assalomu alaykum. Manası 10'dan. Bir donasi 10.000 so'm. Tarvuz necha so'm? 2.5 so'm kilosi. Kerchilar necha berdingiz? 3.5 so'mdan. Kattalar ham, medalar hammi? Nerede 2,5. Ha, bular 2.5, bular 3.5 mi? Bular 3.5 so'm. Chezuk necha berdingiz? 20.000 so'm ekan, yaxshi. Savdolarınızı bersin. Bular necha so'm ekan? Assalomu alaykum, shaptollar. 7.000 so'm ekan yana. Shaptollar. Kerchilar necha so'm? 3000 so'm. Bular nima bular? Qatiqmi? Sütlar necha so'm? Olaver 10.000'den 1,5 10.000 so'm ekan, 1,5 litrlik yana. Ya, yo'q, rahmat. Ya. Enjillar necha so'm? 15.000 so'm ekan enjillar yana. Bu üzümlar necha so'm ekan? 10.000 so'm. 10.000 so'm, ha? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hormon. Almalar nechadan? 5.000 so'm qoldi. 5000 so'm ekan. 10.000 so'm. Üzüm ne? Üzüm 10.000 so'm qoldi. Üzüm 10.000 so'm. Temiz urma? Alakka yeyip turma. Arzonladı. Alakka yeyip turma. 10.000 so'm.
Çiğçeleme, elekçeleme Çiğçele, yiyip yaptım. yiyip Satayım yaptın. bana direkt. Doğru etsa. Bala bakalacan çözüm eken. Çırpayım. Beş misin? Bu erik mi? Bir iş değil. Beş misin? Ege. Ya sodalansı versin. Şaptalan çözüm eken. 10 min so'm ekan shaptollar. Katta üzümdan ichasizmi? Assalomu alaykum. Na üzüm bu? Qara üzümni, Shot ichasizmi ekan? 50 ming so'm kilosi. Chesuqlaring. 20 ming so'm ekan. Bir de badrinlancha berdingiz. 3 ming so'm ekan. Keremdan? 5 ming so'm. Sodalansa bersin. Yeşillen çözüm ekan. Assalomu alaykum. Yeşile 4 bin. Toza geçiren 4000 so'm ekan yana. Shaptollanchada assalomu alaykum. Endi shaptolma bu? 6000 so'm. Bularning? Bular 9'dan ben. 9 Yeşik baka. Yaşık baqa, ha? Yana. Yaxşına bak, yaxşına. Yana. Neredensiz? Bakata. Bag'atdan. Yaxshi. Hosili zo'r bo'ldimi? Hosili yaxshi bo'ldimi? Yaxşı. Mevalaring? Doğru. Uçurmadimi gulini? Yok. Malades. Yaxshi sodalarınızı versin. Bu enjilanchasi? 13 ming so'm? 18. Zamça de. Zamsa 4,5 ming so'm ekan yana. Kella ucuzlu. Bo'rikellami? Ha, o bo'rikella ekan. Chuvalashtirib berasiz. Chuvalashtirib berasiz. Tarvuncha berdingiz ha? 2000'den. 2 ming so'm yana. Nerki va? Yes. Uryanch. Begobotmi? Begobot olsa dahshat oladi bu tarvuzlar. Yana. Malades. Sodalarınızı versin. Nere var? Geçen. Yaxshi, yaxshi. Kerskelancha so'm ekan. 4 ming so'm, 3,5 ming so'm ekan yana. 15 milyonluk hadi beraver. Piyozancha oldu? Ok 12 piyoz. milyonluk bo'lsa ne? 4 ming so'm ekan. Bir de pomadonlar bor ekan. Pomadoncha bu berib turibdi ekanlar. Pomadonlarcha so'm ekan. Assalomu alaykum. Pomidorlar 3 ming so'm. 3 ming. Shaptolar ne? 5 ming so'm. 5 ming so'm, ha? 4 ming so'm yo'q. 4 ming so'm ekan. Yana sanati berib Yana. Yaxshi. Sodalarınızı versin. Yeşillancha so'm ekan. Assalomu alaykum. 5 ming so'm, ha? 5 ming so'm yana. Yuvulmagan yesinlar. Yuvilma. Nelar kertishganing? Gerisi 3 kilosu bunlar. 3 kilosi 10 ming so'm. Chesuqlancha so'mdan berding? 15'te. 15, 18, pomadonlarning 3 ming so'm. Nashvati chiqdi-ku, nashvati necha so'm? 10 ming so'm. Bularni? Bo'shlar 4 ming so'm. Yana. Yaxshi, sodalarınızı bersin. Üzümden necha so'm? 15 ming so'm ekan üzümden. Na üzüm bu? Halili. Yana. Şola tutlan necha so'm? 55 ming so'm ekan şola tutlan. Bu yana chekitechilar yana. G'olib bozorga keldi-dan bu yana. G'olib bozorga keldi. Loyalar necha so'm? 18 ming. Katta chesuqni? 28 ming so'm ekan katta yana. Katta. 15 et. Necha et beraman deysiz? 25 et beraman dedilar. Bu shaptollar nechasan? 15 tane tüylülerine 10 ming so'm. Bu tane suyulma? Kaçında özünüz satar. Necha so'm tane suyullar? Teneşküller 6. 6 ming so'm. Sizga mi baba? Baba. Erikni necha berdingiz? Erikler 10 somdan beri oturup bize. 10 ming so'mdan, ha? Gichkindan. So'ldimi? Erik kaldı mı indi? Erikler soğuldu. So'ldi endi. Ha, loyalar necha so'm? Loyalı 18, 20. Moshna Moşta 25. 25 ming so'm. Yaxshi. Tuxum ham bor ekan bu. Tuxumdan necha? Kumam bu, büyük tukumla bula. Uy tuxummi? Büyük tukum, tovuğun Mesne. tukumu bu, üydeki. Necha manat? 1800 beri oturtmuş. 1800 so'mdan ekan yana. 1800 so'm. Ha, şoltut. Ha, bu yerda şoltutam bor ekan yana. Şoltutlar necha berdingiz? 55 yine. 55 ming Aa, so'm. yine idişi bu, idişi salip veremiz. İdiş necha so'mlik bo'ladi? 20. İdişi 30 somluk bu. Ha.
51, 2 kilo 1 kilo alında idişle var, kilo idişle var. Ha. Bulancha so'm bo'ladi. 30 so'm, 25 so'm, 30 so'm qoladi. Ina. Yaxshi. Ana, Savdolarınız ya var. 2 kilosuna da idişlerim ben bu. Ha, ketdesam bor ekan. Yaxshi. Chekidalar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 15 ming so'm ha. Kuyi saqingda bang. 15 ming so'm. Endi necha berdingsa? Pencere 13'ten. 13 ming so'm. Yaxshi. Pomadalar necha berdingiz? Assalomu alaykum. Bu 4 ming so'm, bular 5 dan bang. Bular 5 ming so'm ekan. Savdolarınız bersin. Badallar necha so'm ekan? 6 ming so'm, 3 kilosi 10 ming so'm. Pomadalar necha berding? Arg'alar 5 mi? Bananlar necha so'm? 17 ming so'm. Chestnokda? 25 ming so'm ekan. Bo'lmasa shuning bilan video syomkalarni chekilib hurmatli yurtdoshlar, sog' olasizlar, omon bo'lasizlar.